Mana bugun respublikamizning barcha manzillarida prezidentimizning mana shu olib borayotgan islohotlari amalga oshirilyapti. Shu qatorlarda mana bizning ham Qorovulbozor tumanidagi Bo'zachi fuqarolar yig'ini hududida mana shunday yo'llarni obod qilish, ko'chalarni obod qilish ishlari amalga oshirilgan. Mana bugungi kunda Qorovulbozor tuman yo'llardan foydalanish korxonasining ishchilari ishtirokida mana shular yo'llarimiz mana bugungi kunda mana shu chiroyli obod bo'ldi. Biz xursandmiz. Buning uchun rahmat aytamiz barchalarga. Shuningdek, mana shu yo'ldan 85-yil mana shu yerda ko'chib kelgan bo'lsam, 1985-yil. Mana shunda 1985-yilda yo'l mana shu ahvolda yaxshi edi. Undan keyin mana shu darajadagi yetgan emas. Oldin bo'lib o'tgan bo'lsa ham mana shu boshqadan asfalt yotqizishlar, lekin bugungi kunda mana chiroyli qilib asfalt yotqizildi. Biz xursandmiz. Mana shu atrofdagi fermer rahbarlarimiz xursand, chunki nima deganda mana shu oldingi yillarda kelganda o'tib ketadigan har bir transportdan chiqayotgan chang mana shu daladagi hosillarni mana shu daraxtlarga o'zini zararini yetkazib kelgan, lekin bugungi kunda mana asfalt bo'lgandan keyin men o'ylaymanki unaqangi zarar ko'rishlar bo'lmaydi. Shuningdek, mana yaqinda boshlanadigan bug'doy o'rim mavsumida qanchadan qancha mashinalar, texnikalar o'tib qaytadi. Shuningdek, erta paxta terish mavsumida ham shunday bu yerda kelib ketadigan bir qancha mana shu paxta ishlariga yordam beradigan yordamchilarimiz kelib ketadi. Bexatarli, toza, haqiqatan ham sof vijdondan ishlab bergan mana shu tashkilotimizning ishchilari. Biz mana shu avvalo prezidentimizga rahmat aytamiz. Mana shunday islohotlarni xalq uchun bajarilayotganidan xursandmiz. Rahmat aytamiz prezidentimizga. Qolaversa mana shu barcha tashkilot rahbarlariga, shuningdek mana shu tashkilotda oddiy ishchilarga ham barchasiga biz o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qorovulbozor tuman Bo'zachi mefidan o'tuvchi 80 va 185 avtomobil yo'li mahalliy ahamiyatdagi yo'lni 1,8 kilometr qismidan ta'mirlash ishlarini yakunladik. Bu ta'mirlash ishlaridan oldin osnovaniya ishlari, keyin asfaltlashtirish ishlarini, bu ishlash davomida har 15 dan ziyod texnikalar, 15 dan ziyod ishchi xodimlar malakali ishladi. Yo'llarimiz ravon, aholiga qulaylik yaratildi.